Man Koreyaga kelayotganimda shu 3 ta narsa haqida menga hech kim aytmagan, lekin men sizlarga aytaman. Yetib kelganingizdan keyin birinchi navbatda ID qildirishingiz kerak bo'ladi va buni qildirishga где-то 2-3 oy vaqt talab qilinadi. 2 yoki 3 oy yugurib yurasiz degani emas, prosta 2-3 oy kutasiz, lekin boshida kelganingizda bitta ikkita dokumentlarga ozgina yugurasiz. Aytgancha unga topshirganingizda chet elga chiqib ketishingiz mumkin emas bo'ladi. Ikkinchisi, men o'zim qilgan xato, endi kelganingizda prostina va podidalnik shunaqa narsalar o'zingizlar bilan olinglar. Men oyim avval deganlarida aqllilik qilib olmaganman. O'shanda общежитиеga borishim kerak bo'lgan va общежитие menga yangi prostina podidalnik beradi deb o'ylaganman. Qanchalik aqlli bo'lganman, a? Tasavvur qilinglar, 7 soatlik parvozdan keyin charchab kelyapsizlar. Bahonangizga kirganingizda prostina ham yo'q, podidalnik ham yo'q. Xatoimni bilganman, jazirama issiqda o'sha kuni juda ham charchagan holatda prostina va podidalnik olishga chiqqanman. Bu ham yetmaganda juda ham charchab kelganim hisobiga prosta общежитием yonidagi eng qimmat joyga kirganman-da 160 ming wonga olganman. Единственное, uncha xafa bo'lmaydigan narsam bu хотя бы kачествоsi yaxshi ekan. Uchinchisi esa boshida o'zingizlarni juda ham yolg'iz his qilasizlar. Lekin xavotir olmanglar, bu normal holat va bu o'tib ketadigan holat. Yangi davlat, yangi odamlar, yangi til, bu hammasi, конечно же, sizlarga boshida stress beradi va xuddi o'zingizlarni begona joyga tushib qolgan deb yolg'iz his qilishingiz ham mumkin. Lekin vaqt o'tgan sayin yangi o'rtoqlar topasizlar, yangi community o'rtoqlar, yangi krug topasizlar va shu bilan Koreya ham sizlarning ikkinchi uyingizga aylanadi. Ozgina bo'lsa ham sizlarga yordam tekkan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.